ne'matlar unga noshukrlik qilishlik bilan insonlarni tark etar ekan. Qachon bizdan olinadi? Qachon u ne'matlar bizdan ketadi? Qachonki ana shu ne'matlardan to'g'ri foydalanmasak, uni shukrini qilmasak, noshukrlik qilganimizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning eng ulug' va buyuk ne'matlaridan edilar. Va u kishi eng ulug' joyga, eng pok joyga, Makka Mukarramaga payg'ambar qilib yuborilgandilar. Ammo lekin Makka Mukarramaning ahli u zotga nima qildi? Allohning mana shundoq ulug' payg'ambariga kufrona ne'mat qildi. U kishini qadrini bilishmadi. Qabul qilishmadi, rad qilishdi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Alloh taolo mana shundoq buyuk ne'matini Makka Mukarramadan olib Madina Munawvaraga ko'chirdi. Ne'matlar joy tanlamasak, balki ne'matlar shukr qiluvchilarni qidirib yurar ekan. Noshukrlik bo'lgan joydan ne'matlarni Xudo taolo ko'tarar ekan. Ana payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Allohning ulug' ne'mati, eng ulug' Makka Mukarramaga Alloh yubordi, lekin uning aholisi qabul qilmadi, rad qildi. Alloh u ne'matni olib Madinaga ko'chirib qo'ydi. Madina ahli esa u kishini shunaqangi bir go'zal holatda qabul qildi. Bu azlar siz bilan bizlarga ibrat bo'lsin.